Assalomu alaykum. Bugun ikkinchi kun. Istanbuldagi Topkapiga ketyapmiz. Istanbulda eng qiyin narsalardan biri bu tepaliqqa chiqish. Istanbulga kelganlar biladi. Tepa-past yo'llar. Lekin erta tongda toza havo, chiroyli go'zal manzaralarda yurishga nima yetsin. Yana bir ma'lumot. Agar siz Topkapiga bormoqchi bo'lsangiz, iloji boricha vaqtliroq boring. Sabablardan biri bunaqa turistlar ko'p bo'lib, avtobus vaqtli kelishadi. Ochirib ko'p bo'lib ketadi. Shuni hisobiga iloji boricha vaqtliroq kelishga harakat qilinglar. Bu Topkapi devorlari. Biz Topkapi darvozasiga yaqinlashmoqdamiz. Bu joy Sulton Sulaymonni saroyi bo'lgan deyishadi. Kimdirlar serialda shu joyda olingan deyishadi. Kimdirlar boshqa, lekin ba'zilar shu joyda olingan ekan. Videolarni qo'yib qo'yaman. Joylar topib. Topkapi saroyi kirib ketyapmiz. Ichkaridan hozir biletlar olsak. Maşallah, maşallah. European part of Istanbul. Those tours divides two continents, Asia, Europe. And imagine my dedication to my job. Topkapi saroyiga kirdik. From one side to another, and they cannot enter. And the second reason is that Mana turistlarga generations through generations. The people that live in this area, they build walls. kartasi. Bu kirish darvozasi. Ikkinchisi Aya Irina degan bu ham muzey. Keyin tepasida Topkapining darvozasiga kiramiz. Mana muzeylar inshaalloh. Aya Sofiyani qasdi. Irina. Bu Topkapida shunaqaki, adashmasam Alloh alam 4 yo 5 ta bog'i bor. Shunaqa. Saroyda o'zida 4 ta 5 ta bog' bo'lgan. Adashgan bo'lsam, hozir shuni zo'kda to'g'rilab o'raman-da. Ha? Ya men unga ya pulli, u Topkapi ag'dayi do'stim. Ana yo'qlar. Bu uni muzeyga kirish uchun bu xristianlarning mazdi deyapman. O'rta bizga nima kerak yo'q aytdik. Bizga uni o'z qiziq. Topkapi ichida muzey qiziq. Topkapi. Qiziq. Yana qiziq. Agar siz Topkapiga kirmoqchi bo'lsangiz, biz endi o'zimiz o'tgan uchun ichkari kirib ketaversak ekan. Biz ham birinchi adashib Topkapiga ochirga turibmiz o'ylab, boshqa nima degan, u Aya Sofiyaning muzeyiga ekan u. Siz ham yaxshilar ahamiyat berib ichkari kirib, o'sha yerda bilet olinglar. Hozir qayerdan olishni videoda ko'rsataman. Topkapi saroyi. Asosiy darvozasi Topkapini. Mana Topkapiga bilet. Topkapiga bilet olishga kirib ketyapmiz. Shuni shu joylardan olishingiz mumkin. Shu darvozani o'ng tarafida
Shuni biroz ochilib bo'ladi, lekin tez bo'ladi. Ham ikkita bilet oldik. Do'stim bilan endi inshaalloh Topkapi saroyiga kirishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu yerda get your free Audi bor ekan, do'st. Lekin Audi qanaqa tillar bor? Turk tili bor ekan, german, ruscha ham bor ekan, ammo do'stim. Hamma u ham bor ekan. Bunga skanner qiling mana. Bu yerda mana tekin Audi nimasi bor ekan. Skanner qilsa bo'lar ekan. Do'stlar, men bittasini oling. Aytib ko'ramiz ekanda. Mashalloh. Topkapi saroyini ko'rishlar. Hozir biletlar olib kirib ketamiz. Kirib oldik. Inshaalloh mana Topkapi saroyini ichkaridan ko'rinishi. Bir boshdan ketdi yuring do'stim, aytdan ko'rib ketamiz. Yuring do'stlar, bir boshdan yuring. Turistlar juda ko'p. Excuse me. Bu ham eski daraxtlardan ekan. Bu tarafi muzey qilgan shekilli. Bunday ko'raveraylikchi do'stlar. Bu suvenirlar joyiga yuring. Ustunlar Madinada ustunlarga juda o'xshaydi. Naqshlari, joylari Madinani eslatadi. Ko'rish. Zigzag shaklda kirib. Hozir biz divan Humayun Kubi Alti. Bu joylarda o'tirib boshqa majlisi bo'lgan. Mana suratini ham qo'yishibdi. Shu joylarda yig'ilish majlislar shu joyda bo'lgan ekan. Divan-i Humoyun Usmonli imperiyasining oliy davlat kengashi bo'lib, u yerda siyosiy qarorlar qabul qilingan, sud ishlari ko'rib chiqilgan, tashqi siyosat masalalari muhokama qilingan. Sulton yig'ilishlarni bevosita boshqarmagan, balki Kubi Alti yonidagi maxsus panjara ortida tinglagan. Bu uning hokimiyatni saqlab qolish bilan birga vazirlarning erkin fikr bildirishiga imkon bergan.
Mana yana bir manzarali narsa. Bir nimaxona bo'lgan ekan, uni qulflab qo'yishibdi. Saroyning bu ham bir qandaydir joyi bo'lgan, kirish. Mana bu ham Nissan tashi ekan. Nissan tashi. Nissan tashi. Ma'lumotlarni mana shu yerda yozuvlarni qoldirib nima qilib qo'yamiz. Topkapı saroyi Usmonli imperiyasi sultonining asosiy qarorgohi bo'lgan ulkan saroy majmuasidir. U 15-asrda Mehmet II tomonidan qurilgan. Topkapı saroyi bir necha hovli va binolardan iborat. Birinchi hovli tashqi hovli kirish qismi, ikkinchi hovli davlat idoralari joylashgan, uchinchi hovli sultonning shaxsiy hududi bo'lgan, to'rtinchi hovli bog'lar va dam olish joylari. Topkapı saroyi qariyb 400 yil davomida Usmonli imperiyasining asosiy markazi bo'lib xizmat qilgan. Keyinchalik 19-asrda sultonlar boshqa saroylarga ko'chib o'tgan. Bu saroyni shu joyda kino olinganidir. Ana mana manzarani go'zal qilib qo'yishibdi gullar bilan. Mana yana bir nimasi. Thank you. Muzeylarni turk nimasiga tegishli. Zirhli kaftan bo'lgan ekan bu. 1451-yil va 1481-yillarda Fatih Sultan Mehmed Atfedering bu kamar. Oyoq kiyimi. Milliy saroylar kolleksioni. Topkapı saroyi. Kauch. Kaftan. Uzugi ekan yonidagi. Bunisi idishi kemer. Bu tarafdan. Bu Turkiyaning milliy liboslari shunday bo'lgan. Qadimda
liboslar. Milliylik uyg'unlashgan liboslar. Mana bu qanday mana suratini ham qo'yishibdi. Podsholarni libosi bo'lgan. Bo'yicha podsholarni oyoq kiyimi. Podsholarni qishda kiygan ust-boshi libosi. Kuruk yelkan bu tovuq tepligi. Tovuq tepligi. Bu çizme deyilirken kavuş böyle ayollarni hissasi ekan bu. Uch va soch narasiga dizilik bu menimcha yelpig'i chiqsa kerak voqeada. Ayna asosiy. Tasbih. Bu ko'ylak o'rnida o'tgan menimcha yo sharaf. Koluk deyilarkan bu. Pabuç. Do'stlar. Ahadda. Ketib qolarman-da. Turk milliy do'ppisi. Mana turklarning libosi, podsholar libosi. Suratda ko'rsangiz bo'ladi. Osmonlar imperiyasining liboslaridan bo'lgan ekan bu. 1808-yil va 1839-yillar atrofida shular kiyilgan ekan. Yana bir ajoyib bosh kiyim. Bizda buni do'ppi deyiladi, bilasizlar, tasbih. Olchin libosi. Yana bir fes. Buni fes deyilar ekan. Koput. Bu esa qutu. Birinchi etajiga chiqamiz, ko'rsataman. Birinchi etajda. Turkiya milliy liboslari ekanda do'stlar. O'sha nimalar kiygan. Shohlar, Usmonli imperiyasi. Tepada ham bor ekan, tepaga chiqib chiqamiz. Keyin bir ulanishga ketamiz. Subhanalloh. Nima deb yozdirgan ekan do'stim? Arabchada. Oyatlardan nima qilib yozdirgan ekan? Liboslariga oyatlar narsa yozdirishgan. Tilsmili gömlek. Juda go'zal. Mana podsholar. Osmonli imperiyasiga tegishli ko'p narsalar bor ekan. Bu bizda to'nga o'xshab ketadi. O'zingizning to'nlari rangi sariq, lekin materiali juda yaqin ekan.
Yaqinroq keling do'stim, yaqinroq. Albatta, ideyaga yana tashab qo'ying. Ichkarida yuribmiz. Hozir Usmonlilarga tegishli liboslar videosini keyin kamerada videolar keyin hozir ko'rsataman. Do'stim, kafe emas, saroyi, Topkapi saroyi. Bundan do'stim mana hozir ichida muzeydamiz. Mana liboslari ko'rib, Usmonlilar, imperiyasi kiygan nimalar, eski podshohlar kiygan libos bor ekan. Do'stim, tepga ketdik, ikkinchi etajga chiqaylik, keyingi muzeyga kirib chiqamiz. Yosh shahzodalar kiygan narsalar ham bor ekan. Buni olmagan ekanman. Yo'q, ko'rmadim. Bu tarafini olib qani bu? Ha, Usmonli. Kirishni tavsiya qilaman. Agar tarixga qiziqsangiz, tarixiy narsalar ko'rgingiz kelsa, maslahat beraman, kiringlar. Ikkinchi etajiga ham chiqdik. Ikkinchi etajda xuddi shunday liboslar. Usmonli Turkiya imperiyasiga tegishli. Turkiya imperiyasining yoshlariga kiydirilgan liboslar. Entari deyilar ekan bu. Osmanli 1800 yil sonu 1786-yillar. Mana Osmonlilarning farzandlari kiydirilgan liboslar. Oyoq kiyim, kalchin. Entari. Buni Chakshir deyilar ekan. Bizda ishton brija deb aytadi. Kamar. Shahzoda Usmonlilarning farzandlari, podshohlar farzandlari shu liboslarda yurishgan ekan. O'g'li Shahzoda Ahmadga 2627 bo'lgan bosh ekan, mana shu ekan endi. Shuni bo'lgan. Yozib ketibdi-da, to'xta. Bo'ldi, o'sha maket o'zida. Boshqa narsa emas. Buni o'ylardim, deyim qilib olsam, shuni hali videoni o'zida gapirib o'tib deb sekin. Bari yozib. Endi bu Sulton 3-Mustafoning qizini Hebetullah sultona
1759-yil mana shu libos kiygan ekan. Bu ham xuddi shuni boshqa nimasi. Entari robe deb deyiladigan bu libos. Bu ham barchasi Sulton Junjining qiziniki. Bu oxiridagi Sulton 3-Mustafaning qizi Fatima sultonaniki ekan. Bu 1770-yildagi. Bu Saliha sultonaniki ekan bu. Mana Usmonli imperiyasining paytidagi ayollar qanday libosda yurgani haqida. Ustida shunday sharaf shu liboslar bo'lgan. Bu yosh qizlarniki, bu ayollarning libosi. Bu shahzodalar va Usmonli imperiyasining farzandlari, podshohlarning farzandlariga kiydirilgan liboslar. Sulton 4-Murodin 1623-yil 1640-yil qizi Ismihan sultonaning libosi bo'lgan ekan. Suratda ko'rish mumkin qanday. Sulton bu Sulton Sulaymonning o'g'li Shahzoda Bayezid libosi bo'lgan ekan bu. Bu bo'lsa Usmonlik Sulton Sulaymon o'g'li Shahzoda Mehmet 1522 va 1543-yildagi bu esa Sulton Sulaymon shahzodasi. Ko'rishdingmi biz endi keyingi muzeylarga harakat qilamiz. Buni ham hozir olib sizlarga ko'rsataman.